Bu eng kambag'al va eng halol prezident Tomas Sankara. U atigi 4 yil ichida mamlakatni tanib bo'lmas darajada o'zgartirgan. 1983-yil 4-avgustda Yuqori Volta davlatida sodir bo'lgan to'ntarilishdan so'ng hokimiyatni 30 yoshli kapitan Sankara egalladi va mamlakat nomini Burkina Faso, halol odamlar yurti deb o'zgartirdi. U prezidentlik maoshidan voz kechib, oddiy kapitan kabi yashadi. Amaldorlarga ham shunday talab qo'ydi. Qimmat kostyumlar o'rniga mahalliy paxta kiyimlari. Mercedeslarni sotib, o'rniga arzon Renault 5. Amaldorlarga shaxsiy haydovchi va biznes klassdagi safarlar taqiqlandi. 15 kun ichida 2,5 million bola emlandi va bolalar o'limi 2 barobar kamaydi. Savodsizlikni tugatish kampaniyasi o'z faoliyatini boshladi. Butun mamlakat bo'ylab yangi quduqlar qazildi. G'isht zavodlari, uy-joylar qurildi. Temir yo'llar kengaytirildi va yangilari bunyod etildi. To'g'onlar va suv omborlari qurildi. Davlat 10 million tub daraxt ko'chatini sotib oldi. Maqsad sahroning kengayishini to'xtatish. Bu ish samara berdi. Hosildorlik bir necha barobarga oshdi. 4 yil ichida iqtisodiyot 60% ga oshdi. Mamlakat o'zini o'zi ovqat va suv bilan to'liq ta'minlay oladigan bo'ldi. Savodxonlik 13% dan 76% ga ko'tarildi. Bezgak deyarli yo'q qilindi. Qishloq xo'jaligi eksport darajasiga chiqdi. Eng muhimi, Burkina Faso fransuzlar ta'siridan chiqib, mustaqil yo'lni tanladi. Sankaraga o'zining eng yaqin do'sti Blaise Compaoré xoinlik qiladi. Blaise Compaoré fransuzlarga sotilgan edi. Sankara buni biladi, lekin do'stiga qarshi qurol ko'tarishni xohlamaydi. U desantchilarga o'zi chiqib boradi. Harbiylar uni va uning 20 nafar eng sodiq savdoshlarini otib tashlashadi. Ularning jasadlari parchalanib, noma'lum joyga ko'milgan. Compaoré davrida mamlakat yana eng kambag'al davlatga aylanadi. Sankarani esa korrupsiya bilan ayblashadi. Lekin uning shaxsiy mol-mulkidan faqat zanglagan eski mashina, buzilgan sovutgich, 3 ta gitara va 4 ta velosiped chiqadi. Sankara oddiy velosipedda ishga qatnagan eng halol prezident sifatida tarixda qoldi. Bu inson haqida imkon qadar ko'proq odam bilishi kerak. Videoni yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Obuna bo'lishni unutmang.